Ingliz tilida kitob o'qishni boshlamoqchi bo'lsangiz, bir qancha kitoblar ro'yxati. Number 3, read people like a book. Ya'ni odamlarni kitobga o'xshab o'qi. Agar siz psychology, ya'ni psixologiya qiziqsangiz, bu kitob sizga ko'proq mos keladi deb o'ylayman va kitobdagi so'zlarning darajasi unchalik ham C1 yoki C2 emas, ya'ni boshlagani yaxshi kitob deb o'ylayman. Number 2, The Naval Treaty, ya'ni dengiz shartnomasi. Bu kitobda bitta hikoya bo'ladi, Sherlock Holmesga atalgan. Shu Sherlock Holmesni research olib borish haqidagi bitta hikoyaga asoslangan kitob. Lekin bu kitobdagi sal wordlarni leveli sal qiyinroq, ya'ni sal qiynalishingiz mumkin, lekin tarjima qilib bemalol o'qib ketsangiz bo'ladi. Number 1, Atomic Habits. Bu kitob agar siz reading comprehension oshirmoqchi bo'lsangiz va odatlaringizni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, juda ham katta yordam beradi deb o'ylayman.